Assalomu alaykum. Hozir shilib olib ketdik bu yerni. Dilshod usta bilan. Telefonning oxiri 5025. Bu birekçi deyiladi. Mramorni siniqidan ishini to'shab, granitni siniqlaridan to'shab, yo'nib shilib olib ketib berdik. Xudo xolasa. So'qillarni ham bosdik, so'qillarni. So'qili 4 qator bo'ldi. Keramikadan. Mramor emas, qarasi. Bu молочный rozvoylar mramor. Qarasi keramika. Shapcha yonildi. Tuman qatib. Kim shunday ish bo'lsa, zakaz beraversa, qo'limizdan kelgancha qilib beramiz. Bu hozir birekchining ustuna döşalib turgan apilka bo'ladi. Taxtani uşaqı, uniki apilka xullas. Apilkani hamma tushunadi. Bu ya mramor shilib olib ketgan vaqtida oqi bu sementga singmaydi. Sement oqarib qolmaydi shunda. Yana. Shuning uchun apilka döşedilar bunga. Oqarib qolmasligi uchun. Şu oq un mramorni shilib olib ketgan vaqtda oq un chiqadi. Shuni so'rib oladi bu apilka. Shuning uchun apilka döşaladi. Ortaklar. Kim shunday ish qildiraman desa, xudo xolasa telefondamiz. Telefonlarimiz ekranda. Ko'rsatib turadi, shuna telefon qilaverasiz. YouTube'da kanallarimiz bor. Shuni ishdan qilib beramiz o'rtoqlar. Shuni granitdan gullar yasab, chetlarini xolasangiz bir xilatib, xolasangiz shuni gullar tashab beramiz. Chiroyli chiqqanda bu limon. Yoqsa, like'larni bosaverasiz. Kim qidirib yurgan bo'lsa, mramor deb kirasa, gipki kamen, xanka deb giraverasiz. Mramor ishlari, gipki kamen ishlarimiz ham bor. Aboy, fasadni aboylar bor, gipki kamen. Shular ham bor. Однотонный bo'lsa, oddiy bo'lsa 50 mingdan beramiz kvadratini, gipki kamenni. Chilay içinde o'rtoqlar. Shunday etib, mramor, so'qol, keyin fasadni ham ishlab beramiz. Gelishgan holda. O'rtoqlar. Bu yuqori naves. Naves bo'lmasa ham oydin bo'laveradi, lekin naves bo'lsa yana yaxshi. Bu rangini yo'qotmaydi mramor. Yurgan sayin, yillar sayin ochilishib, go'zallashib boraveradi. Chiroyli chiqqan, yaxshi. Shu xonadonda to'ylar bo'lsin. Kim shunday ishlar bo'lsa, zakaz beraverasiz o'rtoqlar.